Tezkor Cannavaro Italiyaga qochayotganda o'zbeklar tutib oldi. Agar odamlar biz Kongo va Kolumbiyani mag'lub etishimiz kerak edi deb o'ylashgan bo'lsa, ular adashishgan. Fabio Cannavaro yorildi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. $100 olishni xohlaysizmi? Jahon chempionatidagi bilimlaringizni oshirishni-chi? Unda hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va biz bilan bog'lanib $100 ni qo'lga kiriting. Fabio Cannavaro jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng O'zbekistonga qaytmay, Italiyaga qaytayotganda taksi to'xtatdi va u taksi haydovchisi o'zbek bo'lib chiqdi va Fabio Cannavaroni uyaltirib qo'ydi. Assalamu alaikum guys, this is Mr. Cannavaro. Good luck in future. Uzbekistan team, thank you so much. Everything good luck with you, thank you. Kongoga qarshi uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanida Fabio Cannavaro qizg'in suhbat bo'lib o'tdi. Jamoamizning mundialdagi eng katta xatosi nima bo'ldi? Siz tomonidan yo'lga qo'yilgan eng katta xatochi? Siz futbolda ancha mashhur nomsiz. Shu sababli kutilmalar ancha baland edi. Hozir nimalarni his qilyapsiz? Sababi Portugaliyaga qarshi o'yindan so'ng matbuot anjumanida tabassum qilayotgan edingiz. Bugun esa yo'q. Tabassum qilayotgandim. Ha, Portugaliyaga qarshi kechgan o'yindan so'ng tabassum qilayotganim har doim yaxshi kayfiyatda ekanligimni bildirmaydi-ku. Shuning uchun ham hozir nimalarni his qilyapsiz deb so'rayapman, janob. Tabiiyki, o'zimni yaxshi his etmayapman. Mag'lub bo'lishni yoqtirmayman. Lekin biz borimizni berdik. To'g'ri xatolar qildik, lekin yigitlar bo'yicha shikoyat qila olmayman. Men ular haqida hech qachon bunday demayman, chunki men ular qanchalik mehnat qilishganini bilaman. Sen men jamoaga kelgandan beri barcha matbuot anjumanlarida bo'lgansan. Jahon chempionati kurashdan keyin birinchi bo'lib nima deganimni eslaysanmi? Mundial darajasi dahshatli degan gapmi? Ha, agar odamlar bizning jamoa Kongo va Kolumbiyani mag'lub etishimiz kerak edi deb o'ylashgan bo'lsa, ular adashgan bo'lishi mumkin. Jahon chempionati darajasi agar terma jamoani 3 marotaba mundialni yutgan murabbiy boshqarayotgan bo'lsa ham qiyin edi. Biz borimizni berdikmi? Ha. Yigitlar qo'limdan kelgan barcha yordam berdimmi? Ha. Yigitlar hozir kiyinish xonasida xafami? Bu shunchaki dahshat. Yigitlar O'zbekistondagi har bir insondan ko'proq qiynalishdi. Menga ishon do'stim. Lekin shunga qaramay, ular borini berishdi. Men ulardan faxrlanaman. Mundialdagi ishtirokimiz qiyin kechishini bilardikmi? Bilardik. Biz tajriba orttirdik. Men o'yinchilarga hech qanday e'tiroz bildirmayman va ular bo'yicha nolimayman. Ular ko'p xatolarga yo'l qo'yishi mumkin, chunki men ichkarida nima bo'layotganini bilaman. Dunyoda ichkarida nima bo'layotganini mendan ko'ra yaxshiroq biladigan inson yo'q. Men bularning barchasini biladigan va nimalar ro'y berayotganini xabardor inson sifatida gapiryapman, dedi Fabio Cannavaro. Qadrli do'stlar, sizningcha Fabio Cannavaro O'zbekistonga qaytmay, Italiyaga qaytgani to'g'ri qaror bo'ldimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.